4. xil ehtimollik. Bizda kelar yilning oxirigacha yuqorida tilga ilingan markaziy organ quriladi. Da'vo tinish shakldagi kurashni davom qilish bilan birlikda uzun o'tmay qurolli kurash bosqichiga qadam qo'yadi. Siyosiy qanot xalqaroni Xitoyga besim qilishga, embargo yurgizishga undash bilan bir vaqtda harbiy qanotning qurolli harakatlarini xalqaro sahnada haqliqlashtirib, xalqaroning harbiy texnika va aslaha yordamini qo'lga keltirish bilan birlikda kurash yo'llariga yeshil chiroq yoqib berishga tirishsa, harbiy qanot Xitoyning chet eldagi tijorat yo'llari va muhim aslahalarni bayron qilishdan tortib, vatanimiz chegarasida partizanlik urushi va keng ko'lamli ozodlik urush qilishgacha bo'lgan alam qismini yaxshi o'rinlashga tirishadi. Xitoyning abdi bashirisining ichilishi va bizning kuchab tashviqot qilishimiz natijasida xalqaroda Xitoyni insoniyatning dushmani deb qaraydigan muhit borliqqa kelishi, mustaqillik kurashimiz butun insoniyatning kurashiga aylanib, oldingi safda Uyg'urlar emas, boshqa musulmonlar va hatto dunyoning har qaysi joylaridan o'xshamagan millat va o'xshamagan dinlardan bo'lgan insonlar birlikda kurash qilishi mumkin. Ayni bu kurash musulmonlar uchun farz va jannatga erishishning yo'li hisoblansa, musulmon bo'lmaganlar uchun insoniylik urushi hisoblanadi. Sovet Afg'oniston urushidan tortib Bosniya, Kosovo mustaqillik urushlarigacha va hattoki yaqinqi zamonlarda Suriya va Iroq tuproqlarida yuz bergan urushlarda chet ellik jangchilarning soni va o'ynagan roli xeyli og'ir salmoqni egallaydi. Uyg'urlarning mustaqillik urushidimi shundoq bo'lmaydi deb kim deyalaydi?